Assalomu alaykum o'rtoqlar. Kelinglar, hozir sizlar bilan bitta keysni analiz qilamiz. Hozir bir daqiqa kattalashtirib olay. O'rtoqlar, bitta narsani bilib olishimiz kerak. Keys analiz qilishimizdan oldin aytib o'tishim kerak. UCML sistemasini eng effektiv o'rganish usuli bu question banklar, ya'ni Q bank ishlash. Ya'ni case ishlash. Case ishlash bu eng effektiv usul hisoblanadi. O'rtoqlar, bu ya'ni case analiz qilishimizdan oldin bitta narsani bilib olishimiz kerak. Effektiv va efficient degan so'zlarda farqini bilib olishimiz kerak-da. Google Translate ga qo'ysalaring, effektiv so'zi ham, efficient so'zi ham bir xil ma'no beradi. Ya'ni samarali degani, effektiv degan samarali degani. Unda nima farqi bor? Nima deb o'ylaysiz? Ikkalasini bitta gapga qo'yib ketsa to'g'ri bo'laveradimi? Yo'q o'rtoqlar, bu so'zlar ishlatilishi bo'yicha farq qilar ekan. Ya'ni effektiv degani to'g'ri ishni qilish. Yaxshilab eshitib olinglar. Effektiv degani to'g'ri ishni qilish. Efficient degani o'sha ishni to'g'ri qilish. Tushunyapsizlar? Tushunyapsizlar? Ya'ni bu nima degani? Sizlarga oddiy tilda, ko'cha tilida tushuntiraman. Misol uchun sizlar например, eshitib turgan odam yaxshi kartojnik, kartani zo'r o'ynaydi. Ya'ni O'zbekistonda karta o'ynaydiganlar ichida eng zo'ri o'sha. Eng zo'ri. Kartani undan zo'r o'ynaydigan odam yo'q O'zbekistonda. Ya'ni bu shu odam, ya'ni efficient hisoblanadi. Efficient, ya'ni karta o'ynashda eng zo'ri bo'lyapti. Ya'ni lekin effektiv emas. Ya'ni karta o'ynash bu to'g'ri ishmi? Yo'q, vaqtni behuda ketkazish hisoblanadi, to'g'rimi? Ya'ni effektiv emas, lekin efficient bo'lyapti, tushunyapsizlar? Ya'ni to'g'ri ishni qilmayapti, lekin o'sha ishni to'g'ri qilyapti-da, tushunyapsizlar? Nima demoqchiligimni? Endi inson o'shaning uchun birinchi o'rinda effektiv bo'lish kerak, to'g'ri ishni qilish kerak, tanlab olish kerak, to'g'ri ishni. Undan keyin o'sha ishni mukammal bajarish kerak. O'sha to'g'ri ishni endi mukammal amalga oshirish kerak. Endi efficient bo'lish kerak. Ya'ni ikkalasini birdaniga jamlagan inson ya'ni natijaga tez erishadi. Boya birinchi gapimga qaytaraman. Ya'ni UCML ni o'rganishda eng effektiv usuli bu question banklarda ishlash. Ya'ni case ishlash. Endi uni efficient qilish. Mana biz xo'p, case ochib oldik. Mana bu eng effektiv o'rganish usuli. Bu learning tool UCML. Case ochib oldik. Endi bu efficient qanaqa tahlil qilsa efficient bo'ladi? O'rtoqlar, eng yuragiga yetib keldik-da. Juda ham ko'pchilik odam case ishlayapman, eng to'g'ri usulda bajaryapman deydi-da, uni to'g'ri analiz qilmaydi. Ya'ni efficient bo'lmasa, effektiv bo'lgani foydasiz. Tushunyapsizlar? Agar sizlar case'da noto'g'ri tahlil qilsalaring, prosta tahlil qilish usulini bilmasalaring, bu o'rganish strategiyasi effektivligi baland bo'lsa ham efficientligi tushib ketib qoladi. Shuning uchun biz effective learning strategiyasini efficient holatda tahlil qilamiz. Ya'ni juda ham mukammal holatda tahlil qilamiz. Kelinglar case'ga qaytamiz. O'rtoqlar, case ishlayib turgan paytda sizlarga aytib o'taman, iloji boricha har bitta so'zni tarjima qilishlaring kerak. Men ma'no chiqarib olsam bo'lardi-ku, case umumiy vibe'idan nima ma'no chiqarib olganini bilsa bo'ladi-ku. Nima keragi bor chuqur to'xtalib degan narsa любой odamda kelishi mumkin. Yo'q, unaqa qaramanglar, chunki real imtihonda, haqiqiy imtihonda sizlar qanchalik ko'p so'z bilsalaring, qanchalik chuqurroq case'da tushunsalaring, bu juda ham tezliklaringga ancha plyus ta'sir qilib ko'rsatadi, tushunyapsizlar? Ya'ni men o'zim imtihonga kirgunimgacha imtihondan bir kun oldin ham so'z yodlardim. Shu Worddan ajratib olgan so'zlarimni yodlardim. Shu paytgacha step 1 da ham, step 2 da ham menda time managementda muammo bo'lmagan. Comprehensiondan ham muammo bo'lmagan. Ya'ni sizlarga tasavvur qilib 1,5 minut vaqt ketadi bir dona case'ga. Ya'ni umumiy 40 ta case'ga 1 soat vaqt ketsa 60 minut. Bu degan bitta case'ga 90 sekund vaqt ketadi degani. Bu degan 1,5 minut vaqt ketadi degani. 90 sekundda shunaqa katta case'lar keladi. Sizlar alohida agar so'z boyliklaring past bo'ladigan bo'lsa,
kerakli bo'lgan detallarni tarjima qilmasdan, tushunmasdan o'tkazib yuborasizlar. Bu juda katta minus hisoblanadi, именно real examda. Stress payti qonda kortizol ko'payganda attention ancha kamayib qoladi, diqqat ancha kamayib qoladi. Kerakli so'zlar o'tkazib yuborish mumkin. Tushunyapsizlar? Shuning uchun hozirdan to'g'ri tarjima qilishga e'tibor qaratish kerak. To'g'ri tarjima, ko'proq so'z yodlash kerak. Imенно casedan ajratib olgan so'zlarni erinmanglar, yodlanglar. Xo'p, case'da har doim yosh juda ham muhim o'rtoqlar. Case'da har doim yosh juda ham muhim. 15 yoshli qiz qabulingizga olib kelindi. Nima uchun? Chunki bemorimizda amenoreya bor ekan. Amenoreya. Ya'ni hayz hali ham kelmabdi-da. Mana bu yerda ham aytayapti. Unda hech qachon shu paytgacha menstruatsiya bo'lmagan. E'tibor beringlar-da. Come to the office degan narsa kelishi mumkin case'da, brought to the office kelishi mumkin. Come to the office degani o'zi keldi bular. Brought to the office degani kimdir tomonidan olib kelindi deylar. Qaranglar-da, brought to the office by parents deyishi mumkin, ota-onasi tomonidan olib kelindi deyishi mumkin edi. Lekin bu yerda keyingi gapda uni ota-onasi haqida gapirib kelyapti. Menimcha katta ehtimollik bilan bu yerda olib kelindi bo'lgani uchun ham uni ota-onasi yetaklab kelgan ofisga, tushunyapsizlarmi? Bu qizda hali shu paytgacha menstruatsiya bo'lmagan, lekin uni onasida menstruatsiya 14 yoshda bo'lgan ekan. O'rtoqlar, bitta narsani aytib o'tib ketaman. Amenoreya deyishimiz uchun, ya'ni imенно primary amenoreya deyishimiz uchun bitta qoida bor. Agar bemor 13 yosh bo'lib turib, ya'ni ikkilamchi jinsiy belgilari ham rivojlanmagan bo'lsa, 13 yoshdan primary amenoreya olinadi. Agar qiz 13 yosh bo'lsa, lekin ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlangan bo'lsa, 15 yoshgacha kutiladi menarx kelish. 15 yoshgacha hali primary amenoreya deyilmaydi. 15 yosh bo'ldi, lekin ikkilamchi jinsiy belgilar bor. Undan keyin 15 yoshda primary amenoreya diagnozi qo'yishi mumkin. Tushunyapsizlar hozir nima demoqchiligimni? Ya'ni shunaqa holatlar bor, primary amenoreya 13 yoshda ham qo'yiladi. Ya'ni unda ikkilamchi jinsiy belgilarning ko'kraklari rivojlanmagan bo'lishi kerak u qizda. Ham ko'krak rivojlanmagan, ham hali menarx sodir bo'lmagan bo'lsa, u qizda primary amenoreya 13 yoshdan diagnoz qilinadi. 15 yoshni kutish shart emas. Agar qizda ko'krak rivojlanmagan bo'lsa, ko'krak rivojlangan bo'lsa, lekin 13 yosh bo'lsa, menarx kelmagan bo'lsa, u qizda kutiladi 15 yoshgacha. 15 yoshdan keyin, agar rostdan ham 15 yoshdan keyin ham menarx kelmagan bo'lsa, menstruatsiya kelmagan bo'lsa, u qizda amenoreya, primary amenoreya diagnozini qo'yish mumkin. Tushunmoqdilaringmi? Mana shu joyda. Nima uchun endi 13 yoshli qizda ko'kraklar rivojlangan bo'lsa, 13 yoshda bo'lsa primary amenoreya qo'ymaymiz. Chunki ko'krak rivojlangani bu nimani belgisi? Estrogen уже ishlashni boshladi degani. Ishlashni boshladi degan. Balog'atga yetish birinchi o'rinda menstruatsiyadan ham oldin ham ko'krak rivojlanishi bilan bo'ladi. Avval ko'krak rivojlanadi, undan keyin menstruatsiya boshlanadi, menarx boshlanadi. Tushunyapsizlar? Shuning uchun kutiladi 15 yoshgacha. Bu demak, bu qizda ikkilamchi jinsiy belgilar ham rivojlanmagan bo'lishi kerak. Nima demoqchiligimni tushundilar. Ushbu bemorda meditsinskiy istoriyasida surunkali kasalliklar yo'q, hech qanaqa dorilar qabul qilmagan. Ushbu bemorimiz sigaret chekmas ekan, tamaki chekmaydi, ichmaydi va narkotik moddalar qabul qilmaydi. Ushbu bemorimiz o'sha maktabini, yuqori maktabda orkestr nimasida skripkachi bo'lib, skripka chalar ekan. Undan tashqari o'sha maktabda tennis jamoasida kapitan ekan. Demak, u ham tennis o'ynar ekan, ham yuqori maktabda o'sha orkestr bo'limida, jamoasida skripkachi ekan. Jinsiy aktiv emas, sexual aktiv emas. Bo'yi uzun, qaranglar, 175 sm, u juda katta degani-da, bo'yi uzun. Massasi endi normal yoki normal emasmi, massatil indeksidan bilib olishimiz mumkin-da. Masalan uchun massatil indeksi 18,5 dan nechagacha deyilardi? Adashmasam, yuqori chegarasi aniq esimdan chiqib qolibdi. 20 mi degan? 18,5 dan 20 gachami degan? Lutch ko'rib olish kerak buni. 20 gacha bo'lishi kerak. 20 dan 25 gacha overweight deyiladi, ortiqcha vaznlik. 25 dan yuqorisi obesity deyiladi. 18,5 dan 20 gacha bo'lishi kerak. Massatil indeksi normal diapazonda.
ikkilamchi jinsiy belgilar lekin bunda to'liq rivojlangan. O'rtoqlar, yuqorida aytgan gapim 100% to'g'ri. Ya'ni ikkilamchi jinsiy belgilar to'liq rivojlangan bo'lsa, mana agar ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanmagan bo'lganda, bu qizda primary amenorrea diagnozi 13 yoshdan qo'yilardi, to'g'rimi? Eslab ko'ringlar, undan oldingi gapimga 13 yoshdan qo'yilardi, 15 yoshni kutmasdi. Hali bu qizda ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanganligi uchun ham 15 yoshgacha kutilgan. Tushunyapsizlar nima demoqchiligimni? Endi o'sha chanoq sohasi ultrasonografiya qilib ko'rilganda, mana bu vaginal kanal qisqa ekan, kichkina ekan va uterus bor ekan, faqat rudiment holatda saqlangan ekan, ya'ni to'liq shakllanmagan, kichkina holatda bachadon saqlangan, bor ekan, xullas bachadon bor. Rudiment bo'lsa ham bor. Endi bu yerda aytayapti, which of the following is most likely diagnosis deyapti. Bu yerda quyidagilardan qaysi biri katta ehtimollik bilan diagnoz hisoblanadi deb aytayapti. O'rtoqlar, kelinglar keysda yana bitta asosiy joyiga qaratamiz. Demak, biz primary amenorrea diagnozi qo'yishimiz uchun ikkita holat bo'lishi kerak. 13 yoshda ham qo'yishimiz mumkin, 15 yoshda ham qo'yishimiz mumkin. Tushunyapsizlar? 13 yoshda diagnoz qo'yishimiz uchun u odamda menstruatsiya kelmagan bo'lishi kerak, plus ikkilamchi jinsiy belgilar ham rivojlanmagan bo'lishi kerak. Agar bu odamda imina 13 yoshda hali menstruatsiya kelmagan bo'lsa, lekin ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlangan bo'lsa, 15 yoshgacha kutiladi. 15 yoshda ham menstruatsiya kelmaydigan bo'lsa, undan keyin primary amenorrea deb diagnoz qo'yiladi. Bu qizda ya'ni ikkilamchi jinsiy mana secondary sexual characteristics, ya'ni yaxshi rivojlangan, to'liq rivojlangan deyapti. Bu yerda kutilgan 15, shuning uchun 15 yoshda amenorrea deb turib diagnoz qo'yilgan o'sha shifokor tarafidan. Demak, endi javoblarga kelamiz. O'rtoqlar, bitta narsani bilishimiz kerak, maqsad prosta to'g'ri javobni topib turib, keyingisiga o'tib ketish bo'lmasligi kerak. Keysda prosta to'g'ri javobni topib, keyingisiga o'tib ketish bo'lmasligi kerak. Misol uchun, kelinglar boshidan shunaqa tahlil qilib ko'raylik. Nima uchun 21 alfa gidroksilaza deficiency emas? Nima uchun? Meni taxminimcha bu 21 alfa gidroksilaza deficiency emas. Nima uchun? Agar 21 alfa gidroksilaza deficiency, birinchi bilamiz, ikkita turi bor, to'g'rimi? Early onset, ya'ni erta boshlanuvchi, late onset, kech boshlanuvchi. Ya'ni erta boshlanuvchisi klinika chaqaloqlikdan boshlanishi kerak. Qanaqa klinikada bular? Qon bosimi tushib ketardi. Chunki bilamiz, kortizol yo'li bilan aldosteron yo'li to'liq ishlamaydi. O'sha 21 alfa gidroksilaza deficiency natijasida kortizol yo'li bilan aldosteron yo'lida problema bo'ladi. Natijada aldosteron yo'q bo'lgani uchun qon bosimi tushib ketadi, elektrolitlar buzilishi bo'ladi, giponatremiya bo'lishi kerak. Tushunyapsizlar? Undan keyin qiz bola bo'ladigan bo'lsa, klitoromegaliya bo'lishi mumkin u qizda, chunki umumiy yo'l, summar yo'l androgenlar yo'liga o'tib ketib turib, erkaklik gormonlar ko'proq sintezlanadi. Shuning uchun qiz bola bo'ladigan bo'lsa, klitoromegaliya bo'ladi. Bunaqa belgilar keysda aytmagan. Chunki rule out qilishimiz kerak. Noto'g'ri javoblarni ham nima uchun noto'g'riligini o'zimiz uchun bilishimiz shart keysda. Nima uchun noto'g'ri? Imina biz to'g'ri javob topishdan ko'ra noto'g'ri javoblarni ham nima uchun noto'g'riligini o'rganishimiz, shu noto'g'ri javobdagi shu kasallik haqida o'rganishimiz hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda 21 alfa gidroksilaza deficiency emas. Chunki early onset bo'lganda klinika erta bilinardi, klitoromegaliya bo'lardi, girsutizm, ya'ni bo'lishi mumkin edi. Bu bemorimiz 15 yoshida kelyapti shikoyat qilib. Late onset bo'lgan taqdirda ham xuddi shu aknelar rivojlanishi kerak edi, androgenlar ko'payib ketish hisobiga, girsutizm bo'lishi kerak. Ko'proq qiz bolaning shikoyati shunaqa, muskulligi o'g'il bola qiz bolaning muskul qavati ko'proq rivojlanishni boshlar edi. Xuddi o'g'il bolaga o'xshab qolar edi. Shuning uchun javob noto'g'ri. Kelinglar endi nima uchun androgen insensitiv sindrom emas? Nima uchun? Androgen insensitiv sindromda nima bo'ladi? Mana bu testosteron va dihidrotestosteronlarda o'zini retseptoriga nimasi sensitivligi yo'qolib qoladi. Ya'ni sezmaydi androgenlarda. Testosteron, dihidrotestosteronlar sezmaydi. O'zi erkaklik tashqi organlarda, tashqi jinsiy organlarda erkak kishini
dihidrotestosteron ta'minlab berardi, to'g'rimi? Ichki jinsiy organlarda bo'lsa testosteron edi, adashmayotgan bo'lsam. Natijada mana bu dihidrotestosteron ishlamasligi natijasida genotipik jihatdan erkak, fenotipik jihatdan ayol bo'lib qoladi. Ko'krak rivojlanadi bu odamda. Imенно ko'krak rivojlanishi o'zi normada, normal erkak kishida ko'krak bezlarida testosteron retseptorlari bo'ladi. Shu testosteron retseptorlariga testosteron ta'sir qilgani uchun ham ko'krak rivojlanishni to'sib turadi. Imенно testosteron retseptorlarida ham sensitivlik buzilgani uchun ko'krak rivojlanishni boshlaydi. To'liq 100% ayol kishini fenotipini beradi. Bunda ham nima bo'ladi? Bunda ham vagina qisqa bo'lib qoladi. Pouchli, ya'ni nima deydi? Cho'ntakka o'xshab oxiri ko'rib bilinadi, ya'ni ulanmagan bo'ladi bachadon. Eng qiziq, bachadon bo'lmaydi. Bu yerda rudimental bo'lsa ham, ya'ni juda ham kichkina, bilinar-bilinmas bo'lsa ham, bachadon borligi bu androgen insensitiv sindromda belgisi emas. Keyin bitta narsani bilaylik, ikkilamchi jinsiy belgilar to'liq rivojlanganlik, faqat ikkilamchi jinsiy belgilarga faqat ko'krak kirmaydi-ku. Mana bu qo'l sohalaridagi tuklanish, qo'ltiq sohalaridagi tuklanishlar ham ikkilamchi jinsiy belgilarga kiradi. Tuklanish bor degan, to'liq rivojlangan o'sha qo'l sohalarida, intim sohalarda tuklanish bor degan. Androgen insensitiv sindromda tuklanish bo'lmaydi. Yoki bo'lsa ham juda ham spare bo'ladi, bilinar-bilinmas bo'ladi. Nima uchun? Chunki tuklanishda nima ta'minlaydi? Mana soqollarning o'sishini ko'proq dihidrotestosteron ta'minlasa, qo'ltiq osti sohalaridagi, keyin chov sohalaridagi tuklanishda testosteron ta'minlaydi. Shuning uchun ham bu qizimizda androgen insensitiv sindrom emas. Mana исключить qilgan shuncha narsa sanayapmiz. Keyin bunaqa bemorlarda nima deydi, urug'don bo'ladi, palpatsiyada mana bu inguinal sohada tiqilib qolgan bo'lishi mumkin, bilinadi. UZI qilganimizda ham, pelvik ultrasound qilganimizda ham chanoq sohasini biz urug'donni ko'ramiz. Tushunyapsizlar-a? Shuning uchun bu javob ham to'g'ri kelmaydi. Biz shunaqa tahlil qilishimiz kerak. Noto'g'ri javob, nima uchun noto'g'riligini bilib turib tahlil qilsak, bu case efficient holatda tahlil qilinib turgan bo'ladi. Tushunyapsizlar? Biz effektiv usulda efficient qilmasak, foydasi yo'q. Effektiv usulda efficient qilsak ham foydasi yo'q. Shuning uchun effektiv usulda efficient qilishimiz kerak. Tushunyapsizlar nima demoqchiligimni? Uchinchisi, C javob, Kalman sindromi. Kalman sindromida nima bo'ladi? Gipotalamusda gonadotropin sintezlaydigan neyronlarimiz bo'ladi. Ular rivojlanib turgan paytda, o'sha embrional rivojlanish davrida mana bu yaxshi rivojlanmaydi. Shuning uchun ham Kalman sindromida gipotalamik hipogonadotropik aminoreya bo'ladi. Bunda estrogen past bo'ladi. Estrogen past bo'ldi. Bunaqa bemorlarda qiz bola bo'lsa, estrogen past bo'ldi, ko'krak rivojlanmaydi. Bu degani ikkilamchi jinsiy belgilar bu yerda yo'q degani. Estrogen yo'q. To'liq rivojlanmagan bo'lishi kerak. Mana shu yerda o'zi Kalman sindromligini исключить qiladi. Kalman sindromida bilasizlar, hid bilish buzilib qoladi. Klinefelter sindromida biz bilamiz, XXY bo'lib qoladi. Bunaqa bemorlarda bo'yi uzun bo'ladi. Xo'p, bu bemorimiz bo'yi uzun. Lekin nima deydi? Ginekamastiya bo'lgan taqdirda ham Klinefelter sindromi bor bemorlarimizda urug'don bor. Tushunyapsizlar? Mashonkada bo'lsa ham palpaslanadi, skrotumda yoki bo'lmasam tushmagan bo'ladigan, kriptorxizm holatida bo'ladigan bo'lsa, pelvik ultrasoundda aniqlanadi. Keyin bachadon bo'lmaydi. Tushunyapsizlar? Endi Müllerian ageneziyasiga to'g'ri keladi. Buni adashmayib turgan bo'lsam, ikkinchi nomi Mayer-Rokitansky-Kusterhausen sindromi ham deb ataladi. Endi Müllerian ageneziyasida nima bo'ladi? O'sha Müllerian yo'lidan hosil bo'luvchi ichki jinsiy organlar rivojlanmaydi ayollarda. Bachadon to'g'rimi? Bachadon adashmayib turgan bo'lsam, tuxumdon ham bo'lishi kerak. Tuxumdon rivojlanmaydi yaxshi, to'liq rivojlanmaydi. Lekin tashqi nimalar, vaginal foldlar urogenital sinusdan rivojlangani uchun tashqi jinsiy ayol kishining tashqi jinsiy a'zolari rivojlanadi, lekin ichki jinsiy a'zolari shu Müllerian daktdan rivojlangani uchun
shu bachadon bo'lmaydi. Shuning uchun vaginal pouch bo'ladi, ya'ni berk bo'ladi vaginani yo'li qisqa bo'ladi. Lekin fenotipik jihatdan ayol, genotipik jihatdan ham ayol bo'ladi. Shu bachadon yo'q degani amenorreya deganida. Bachadon bo'lmagandan keyin menstruatsiya kelmaydi-ku. Shunaqa do'stlar, shunaqa, ya'ni juda ham chuqur tahlil qilishimiz kerak. Keyin mana javobni belgilaganimizdan keyin bu explanation'larni shunday bo'ldi, to'g'ri javob men bildim deb o'tkazib yuborish eng katta xato hisoblanadi. Eng katta xato hisoblanadi. Mana bu yerda imina mana congenital adrenal giperplaziyani 21 alfa hidroksilaza deficiency turida nimalar bo'lishi. Mana aytib ketyapti, hirsutsizm, oligomenorreya, akne, biz boya aytib o'tganimiz. Neonatal early onset bo'lsa virilizatsiya bo'lishi kerak, life threatening giponatremiya bo'lishi kerak, ya'ni tuzni yo'qotish hisobiga. Xuddi shu, ya'ni klinika ertaroq yoshda aniqlanadi-da. Bu javob nima? Androgen sensitiv sindromda androgenlarga nisbatan rezistent bo'lgani uchun ikkilamchi jinsiy mana tuklanish bo'lmaydi dedik-ku, lekin bu bemorimizda nima deyapti? Bu bemorimizda ikkilamchi jinsiy rivojlanish normada deyapti. Tuklanish ham ikkilamchi jinsiy rivojlanishga kirgani uchun imенно shu bemorimizdagi ikkilamchi jinsiy belgilar to'liq deyapti. Faqat unda ko'krak rivojlangan, tuklanish ham normada demoqchi-da. To'liq rivojlangan degani uchun androgen insensitiv sindromda исключить bo'ladi. Keyin bunaqalarda kriptarxit testis bo'ladi, yuqorida qolib ketadi. Lekin kriptarxit testis bo'lsa ham bu antimüllerian gormon sintezlab chiqaradi, bilamiz. Haqiqatda testis antimüllerian gormon ishlab chiqarib, bu müllerian yo'lda to'liq regressiyaga uchratib yuboradi. Shundan natijasida umuman bachadon bo'lmaydi. Rudiment deyapman, bo'ldi, bachadon bor degani-da. Rudiment degan qoldiq holatda saqlanib qoldi degan. Kalman sindromida bo'ladigan bo'lsa, boya aytganimizdek gipogonadotropik gipogonadizm bo'ladi mana. Undan tashqari ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanmaydi. Chunki estrogen yo'q-da. Estrogen bo'lmasa ko'krak bo'lmaydi ayol kishida, bo'ldi. Klinefelter sindromida bo'y uzun bo'ladi, ikkilamchi jinsiy belgilar yaxshi rivojlanmaydi, atrofik testis bo'ladi, infertility bo'ladi. Lekin bunda testis bor, tushunyapsizlar? Shunaqa o'rtoqlar, mana bu hatto kerak bo'lsa education objectivity o'qish kerak. Mayli, bilsalaring ham o'qinglar o'rtoqlar. Chunki prosta yuvortni tugatish emas, bo'lmaslik kerak-da. Prosta yuvortni tugatish kerak bo'lmaslik. USML shunaqangi katta baza, juda ham ko'pchilik bilmaslikdan aziyat chekmaydi, esdan chiqib qolganidan aziyat chekadi, tushunyapsizlar? Hamma narsani o'rganishadi, hamma narsani videosini ko'rishadi, hamma narsani keysda ko'rishadi. Lekin shu noto'g'ri usulda keys tahlil qilgani uchun qayta-qaytalik o'rganishning eng to'g'ri yo'li takrorlashda, review qilmasa iloji yo'q. USMLda o'rganib bo'lmaydi o'rtoqlar. Shuning uchun ham keysda, ya'ni effective learning strategiyasini efficient holatda tahlil qilishimiz kerak. Shuni hech qachon esdan chiqarmanglar. Xo'p, o'rtoqlar, shu joyda to'xtatamiz ekan. Maslahatlarim agar ma'qul kelgan bo'lsa, shu usuldan foydalaninglar. Shunaqa keys tahlil qilishga harakat qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.